Agar siz hali YouTube'da o'z kanalingizni ochmagan bo'lsangiz, hozir bu uchun eng to'g'ri vaqt. Chunki hozirda YouTube'da yangi kanallar tezda ko'tarilyapti. Lekin kanalingiz noto'g'ri ochilgan bo'lsa, u YouTube'da hech qachon rivojlanmaydi. Agarda shunday muammolarga duch kelishni xohlamasangiz, biz sizga noldan professional kanal ochib beramiz. Kanalingiz uchun unikal nom topamiz, sifatli banner avatarka tayyorlaymiz va kanalingizni rekomendatsiyaga chiqadigan qilib professional so'zlab beramiz. Va hattoki bulardan tashqari, hozirda ko'pchilik duch kelayotgan raqam bilan tasdiqlash muammosini ham hal qilib beramiz. Hoziroq YouTube kanalga buyurtma berish uchun ekrandagi admin profiliga yangi kanal so'zini yozing va biz sizga batafsil ma'lumot yuboramiz. Salom do'stlar, hozir men sizlarga YouTube Shorts videolariga qancha pul to'lashni to'liq ko'rsatib o'tmoqchiman va do'stlar, ushbu kanal bizning Shorts kanallarimizdan bittasi. Xo'p do'stlar, ko'rishinglar mumkin, oxirgi 28 kunda 31 million prosmotrga ushbu kanalimiz 11 million 600 ming so'm pul ishlagan. Bu sal kam $1000 degani do'stlar. Hozir sizlarga birdaniga dollarda ham ko'rsataman. Mana dollarda ko'rib turibsizlar, $965. Va do'stlar, ushbu kanalimizning yo'nalishi My Talking Angela 2 o'yini haqida. Xullas do'stlar, prosmotrlarni ko'rishinglar mumkin, bir ko'tarilgan, bir tushgan va bu juda ham normal holat. Ayniqsa Shorts kanalda prosmotr doim tushadi, ko'tariladi, tushadi, ko'tariladi. Xuddi shunday davom etadi. Shorts kontentda stabil prosmotr qilish bu juda ham qiyin masala. Chunki Shorts videolar birdaniga prosmotr oladi va birdaniga to'xtab qolishi mumkin. Uzun videolar esa odatda stabil tarzda ko'tariladi. Shuning uchun ham xuddi shunday do'stlar. Xo'p do'stlar, ko'rishinglar mumkin, bu 28 kunlik statistika. Hozir men sizlarga kanalning auditoriya qismini ham ko'rsataman va undan keyin yana daromadga qaytamiz. Kanalning auditoriyasini ko'rishinglar mumkin, 60% ayollar va 40% erkaklar. Hamda do'stlar, yoshni ko'radigan bo'lsak, 25 yoshdan 34 yoshgacha eng ko'pi. Ya'ni do'stlar, buni YouTube yosh kattalar ko'ryapti deb ko'rsatyapti, chunki yosh bolalar ushbu videolarni ota-onasining telefonidan ko'rishyapti. Shuning uchun ham shunaqa statistika ko'rsatadi va regionni ko'radigan bo'lsak do'stlar, asosan Indoneziya, Braziliya va 3-o'rinda AQSh ko'rsatyapti. Xabaringiz bor, agarda AQSh qanchalik tepada bo'lsa, ya'ni qanchalik ko'p foizda AQShdan ko'rishsa, shunchalik ko'p pul to'laydi. Bu deganiki, bizning auditoriyamiz o'rtacha holatda. Unaqa zo'r emas, unaqangi yomon ham emas. Normal holatda. Va biz bundan bilishimiz mumkinki, Shorts videoga YouTube rostdan o'rtacha qancha pul to'lashini. Xo'p, endi esa do'stlar, cho'zmasdan dahot bo'limiga o'tamiz, ya'ni daromadga. Mana daromad bo'limiga kirdik. Ko'rishinglar mumkin, oxirgi 1 oyda $965 pul ishlagan va ba'zi kunlar do'stlar $90, $99 ham ishlagan do'stlar. Bu oxirgi 28 kun va biz pastroqqa tushamiz. Mana o'tgan oylarni ham ko'rishinglar mumkin. 1 oy $887, $351, $650 va $1400 ham pul ishlagan do'stlar. Bu oxirgi 6 oyning statistikasi. Va do'stlar, ushbu joydan Shortsga bosadigan bo'lsak, ko'rishimiz mumkin, bu yerda ko'rsatyapti 1000 ta prosmotrga YouTube videolarimiz uchun 0.7 sentdan pul to'lagan. Har bir 1000 ta Shorts prosmotriga. Endi esa do'stlar, ushbu 28 kunni biz 90 kun yoki bo'lmasam все времяga qo'yib, ushbu kanal 1 yil ichida qancha pul ishlaganini ham ko'rsatib beramiz do'stlar. Xo'p, bu yerdan biz 90 kunni qo'yamiz. Ko'rishinglar mumkin, oxirgi 3 oyda kanal $2356 daromad qilgan. Buni so'mda ham ko'rsataman. Mana ko'rishinglar mumkin, oxirgi 90 kunda 28 milliondan ortiq ushbu kanal daromad qilgan. Endi esa все времяga qo'yamiz, ya'ni umrbod ushbu kanal qancha pul topgan. Va mana ko'rishinglar mumkin, 63 million so'm pul ishlagan. Bu dollarda esa do'stlar dollarda $5000 dan ortiq bo'ladi. Va do'stlar, bu все время degani, ya'ni oxirgi 1 yil degani, chunki kanalimiz monetizatsiyaga ulanganiga o'zi 1 yil bo'lgan va ko'rishinglar mumkin, 1 yilda ham xuddi shu statistikani ko'rsatyapti, ya'ni $5000.
Va do'stlar, videoni boshida aytdim, Shorts kanalda statistika bir ko'tariladi, tushadi deb va bu holatni biz oldinroq ham ko'rishimiz mumkin. Mana 11 avgustda ham xuddi shu holat bo'lgan. Bir kunda hattoki $116 kanalimiz pul ishlagan, undan keyin pastga tushgan va yana ko'tarilgan, yana tushgan. Va mana yaqinda ham do'stlar yana statistika ko'tarildi va hozirda statistika tushdi. Shorts kanalda bu juda ham normal holat. Demak, biz Shorts kanal orqali pul ishlashni xohlasak, o'rtacha $1000 daromad qilish uchun 30 million prosmotr kerak bo'lar ekan. Va aytgancha do'stlar, ushbu kanalning barcha videolari telefon orqali tayyorlanadi. Agarda do'stlar, siz ham YouTube kanal ochib daromad qilishni xohlasangiz, biz sizga YouTube kanal ochib berish xizmatimizni taklif qilamiz. Juda ham zo'r paketda tayyorlangan ushbu xizmat do'stlar. Ko'rishinglar mumkin, o'zbekcha va amerikancha YouTube kanal ochib beramiz. Kanal uchun yo'nalish tanlab beramiz, kanal uchun nom topamiz, kanal ochib sozlab beramiz, standart banner avatarka ham tayyorlab beramiz, telefon nomeri bilan tasdiqlaymiz va bir oylik nazorat hamda yopiq kanalga dastur beramiz. Xullas do'stlar, YouTube kanal boshlashinglar uchun hamma narsani biz qilib beramiz va buning narxi atigi 349 ming so'm. Hamda do'stlar, kanalinglar atigi 2 kunda tayyor bo'ladi. Agarda ushbu xizmatdan foydalanmoqchi bo'lsangiz, hoziroq bizning описаниеga o'tib, Vegeta admin profiliga murojaat qiling va do'stlar, biz sizga professional kanal ochib beramiz. Do'stlar, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Agar video sizlarga qiziqarli va foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lib, kommentariyada o'z savollaringizni yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.